Yunusobod tumani tiklanish mahalla navbatxonasiga keldik. Bu uyimizda 3,5 sotu, 6 ta xona, 4 ta sanasi 330 kvadrat. Narxini oldin ichida qolaman 380 ming so'raladi, yana ham kelishtirib beriladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, shunday kishi chiroyli zeleniy zona qilib qo'yishgan. Bu yerda mana vatapati qilib qo'yishgan, suv oqib turadi. Bu uyimizni ko'rinishi. Ko'rasizlarmi? Kattagina. Bu yerda mana yozgi oshxona bizada. Shunaqa stol qo'yib qo'yishgan. Televizorni tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bitta ko'rishingiz mumkin, darvozasi avtomatik ochilib qo'yilgan. Bitta mashina bemalol sig'adi. Bu yerga yana ikkita 3 ta mashina qo'ysalar bo'ladi bu devor orqasida. Bu yerda shunaqa kichkina eshigimiz bor. Bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Darvoza eshigimizdan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda bizda hojatxona. Uy ichida ko'rsam, haqiqatan yaxshi narsa ishlashgan ko'ringlar. Bu yerda bizda hol. Bu yerda bizda oshxona. Zal. Mana bu narsalarga ahamiyat berishni xohlayapman. Bular hammasi ruchnoy qilingan. Ko'ringlar mumkin. Ustalarga mehnatiga gap yo'qligini zo'r qilishgan. Sizlarga bu joy ko'rsam, bu joy hammaga yoqadi. Ko'ringlar. Bulbul ham men kabi tonggacha kuylaydi. Netay endi jonim, men seni yo'qotdim-ku. Ishon, sensiz bir on ham yashayolmayman. Beg'ubor